الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. معاذ بن جبل roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umrlarining oxirlarida bu kishini Yaman viloyatiga ustoz qilib jo'natgan ekanlar. Shu vaqtda u kishiga nasihat qilgan so'zlarini Muoz ibn Jabal rivoyat qilyaptilar. Siz dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: ey Muoz dedilar, ahli kitoblardan bo'lgan kishilar oldiga ketyapsiz. Ularni Allohning yakkaligiga va meni Allohning elchisi ekanligimga guvohlik berishlikka da'vat qiling dedilar. Mana bu iymon kalimasini aytishganlardan keyin shu sizning da'vatingizga itoat qilishsa, bildiringki ularga Alloh taolo ularga bir kecha kunduzda 5 vaqt namozni farz qilganligini, agar bu farzni ham qabul qilishib itoat qilishsa, undan keyin Alloh ularga davlatmanlaridan olinib kambag'allariga beriladigan zakot sadaqotini farz qilganligini bildiring dedilar. Ular zakotning farzligini qabul qilishganlardan keyin zakotni olinayotgan vaqtda mollarining yaxshisini olishlikdan ehtiyot bo'ling dedilar. Masalan, tuyani zakoti bor, mol qo'ylarning zakoti bor. Shularni zakotini olinayotganda o'rtachasini olishlikka zakotni oluvchi kishi ma'murdir. Yaxshisini olishlikdan ehtiyot bo'ling dedilar. Birodarlar, o'zi 40 ta qo'yi bor kishidan bitta qo'y olib turilishligi kerak bo'ladi. Ana shu bitta qo'yni olishlikda ham islom peshvosi nasihat qilishligi kerak ekanki, adolatsiz qilib qo'yishlik, adolatsiz muomaladan ehtiyot bo'ling dedilar. Buni o'zi uchun olmaydi, kambag'allarga beriladigan sadaqa va mazlumning duosidan ehtiyot bo'ling dedilar. Chunki mazlumning duosi bilan Allohning o'rtasida parda yo'q dedilar. Mazlum duo qilishligi bilan ijobat bo'ladi. Mana bu hadis sharifdan ma'lum bo'ladiki, bir odam namoz o'qimasa, u zakot haqidan mas'ala so'ramas. Mana bu yerda tartib bilan aytilyaptiki, avval iymon kalimasini qabul qilishganlardan keyin 5 vaqt namozni o'qishlikka ma'mur ekanligini e'lon qiling. Buni qabul qilishganlaridan keyin zakotning farz ekanligini ayting dedilar. Demak, zakot musulmon kishilarga farz.
Zakot haqida so'raladigan kishilar namoz ham bo'lishlari shart. Bo'lmasam u zakotni qabuliyatini e'tibori yo'q. Shunday bilishimiz kerak. Bu hadisimizni quvvatlovchi bu so'zimizni mana hozir bu keyingi Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis quvvatlaydi. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Bismillahirrohmanirrohim. Bu kishi aytadilar: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqulu inna bayna ar-rajuli va bayna ash-shirki wal kufri tarkus salah." Ravohu Muslim, Imom Muslim rivoyat qilganlar. Bir kishi bilan shirk, kufr o'rtasida namozni tark qilishlik bor xolos. Namozni tark qilsa, bu kishi ya'ni musulmonlik safida emas deyapti. Shirk, kufr bu tarafda tursa, bir kishi bu yerda tursa, musulmon bo'lsa, ya'ni namozxon bo'lsa, shirk bilan kufr tarafdan emas ekan. Agar namoz o'qimasa, shirk, kufr tarafda deganligini bildiradi. Ba'zi islomiy masalalarni ko'pchiliklar so'rashadilar. Taloqqa doir masalalarni so'rashadilar. Har xil islomga bog'liq bo'lgan narsalarni so'rashadilar. Namoz o'qigan bo'lsalar, keyin bu savolni berishlari kerak. Namoz o'qigandan keyin bu masalalar musulmonga deb isbot qilish kerak. Shariat islomiyya tarafidan aytilingan so'zlar musulmon odamga ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Go'yoki ba'zi kishilar ko'yliga tushib qolganda bitta ulamo bilan suhbatlashib qo'ydik, shu bilan musulmonchilikni ado qildim deb yuradigan kishilar ham ko'p. Islom unaqa mizojiy masala emas. Xohlaganda bir islomni bir suhbat eshitib qo'yib shu bilan yuraveradigan. Islom hayot. Islom hayotning har bir daqiqasida Allohning hukmiga muvofiq yashashlikni mulohaza qilib yashash. Va shuni o'rtasida Alloh tarafidan tark qilingan amallarni tark qilmasdan bajarishlik. Mana bu narsani biz islom deb tushunishimiz kerak. Burayda roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Bismillahirrohmanirrohim. Al-ahdullazi baynana va baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Hadisi bor ekan. Biz bilan munofiqlar o'rtasini ajratib turuvchi narsa namoz degan ekanlar. Musulmonman deb tili bilan aytib, o'zini so'zini yolg'onchi qilgan odam namoz o'qimaydi. Bu odam o'zini gapirayotgan so'zida yolg'onchiligini isbotlayotgan odam o'zi. Buni tark qilgan odam iymonlilar safidan o'chiriladi deyapti. Mana shu narsani biz bilib qo'yishimiz kerakki, yuqoridagi hadisda birinchi iymonga da'vat qilamiz. Iymonga da'vat qilgandan keyin 5 vaqt namozga buyuring dedilar. Bu ba'zilar aytib qolishligi mumkinki, bu hadis qachon aytilgan ekan deb. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Muoz ibn Jabalni Yamanga ustoz qilib jo'natayotib, shu jo'natishlari Muoz ibn Jabal bilan oxirgi ko'rishlari bo'lganlar. Muoz ibn Jabal Yamanda kishilarni tarbiyalab musulmon qilib kelganlaridan keyin bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib ketganlar birodarlar. Oxirgi hadislaridan bo'ladi. Yana bu hadisni rivoyat qiluvchi zot Muoz ibn Jabal yuqorilarda biz ko'p aytib berganligimizga kifoyalandik. Ulamolarning imomi bu kishi mana. Eng peshvolari, ulamolarning qiyomat kunidagi hamma olimlarning oldida keladigan zot mana. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shahodatlari bilan. Mana biz shu narsani o'zimiz, oilamiz, farzandlarimiz, atrofimiz hammasiga hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak bu narsani.
Alloh taolo hammamizni shu hadislarga amal qilishlikka Alloh